Marhum komik aktrisa Halima Ibragimova hayot bo'lganida 46 yoshga to'lgan bo'lardi. Marhumaning opa-singillari uning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning xonadonida farzandlari oldida yig'ilishdi hamda Halima Ibragimovani yod olishdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga Halima Ibragimovaning hayot yo'lini taqdim etamiz. Aktrisa Halima Ibragimovaning ijodidan ko'ra uning fe'l-atvori ko'plab muhokamalarga sabab bo'lardi desak mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri, u shirin suxan ayol emasdi, ammo adolatsizlik va nohaqlikka chidolmasdi. U sadoqatni qadrlaydigan, xiyonatni kechirmaydigan mard va tanti inson edi. Aktrisa Halima Ibragimova 1979-yili Ubaydullo hamda Munira Ibragimovalar oilasida 3-qiz farzand bo'lib dunyoga kelgan. Oilada o'g'il farzand bo'lmagani uchun 4 qizning bari uy ro'zg'or ishlariga usta qilib tarbiyalangan. Bolaligimda juda ajoyib o'tgan. Rahmatli otamning mahalla kuyda hurmati baland edi. Ubaydulla akaning qiziman desam hamma tanirdi. Chunki otam yuqori lavozimda ishlagan, qo'lidan kelgan yordamini ayamagan, saxiy inson bo'lgan. Onam esa 4 qizning tarbiyasi bilan band bo'lgan. Otam hamisha ko'nglimizga qarar, og'zimizdan chiqqanini muhayyo qilardi. Onam esa aksincha, nihoyatda qattiqqo'l va hamma qizidan uy ishlarini qilishni talab qiladigan ayol edi. Otam kechasi ko'chada yurishimizni istamasdi. Soat 6 dan keyin hech kim ko'chaga chiqmasdi. Bolaligimda san'atga umuman qiziqish bo'lmagan. Prokuror bo'laman deb niyat qilardim. Shu sabab 3 marta huquqshunoslik kollejiga o'qishga topshirganman. Ammo qabul qilishmagan deydi aktrisa. Ubaydulla Ibragimov dastlab qurilishda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Undan keyin uzoq yillar 7-avtokorxonada bosh muhandis lavozimida faoliyat yuritgan. Aktrisa otasining o'limi bilan bog'liq xotiralarni ko'p bora eslab aytib bergan. Otam rahmatli 16 yoshimda yurak xurujidan vafot etgan. O'shanda otam endigina 42 yoshni qarshilaganda. Otam yaxshi pul topadigan inson bo'lgan, ammo topganini jamg'arib qo'ymay, odamlarga yordam berishni yaxshi ko'rardi. Zinadan yiqilib tushgani haqida xabar keldi. Keyin bilsak, o'shanda birinchi infarktni boshdan kechirgan ekan. Oradan ko'p o'tmay yana tobi qochdi. Kasalxonaga birga borganman. Otam qo'limda jon bergan deydi aktrisa. Otam davrida oilamiz moliyaviy jihatdan umuman qiynalmagan. Katta yeb, katta ichishga o'rganib qolganimiz uchun otamning vafotidan keyin ishlashimga to'g'ri kelgan. Dadamning tanishlari bozorga ishga joylashtirishdi. U yerda hisobchilikni o'rgandim. Halimaning moddiy imkoniyatlari keng bo'lgani, u qimmatbaho avtomobil boshqargani-yu dang'illama uyda yashagani hech kimga sir emas. Ammo aktrisa boy oilada tug'ilmagan. U moddiy qiyinchilikni boshidan kechirgan kunlarni quyidagicha eslagan edi. Men turmushga chiqmadim, baxtim ochilmadi. Singlimga xaridor kelib, uni turmushga berdik. Ammo otamning o'limidan ko'p o'tmay, singlim bir bolasi bilan uyimizga qaytib keldi. 3 ayol uydamiz. Yosh bolaning ham o'ziga yarasha xarajatlari bor. O'ylab oxiri qora bozorda tirikchilik qilishga majbur bo'ldim. Chunki vaziyat shu darajaga yetgandiki, ro'zg'or uchun uydagi texnika yoki mebellarni sotishni boshlagandik. Sarmoyaga kiritadigan mablag'im bo'lmagani uchun boshqalarga ishchi edim. Ya'ni kunlik ishim uchun haq olardim. Undan keyin 7 yil mobaynida Farhod bozorida ishlaganman. Bozor meni tarbiyalab, hayot maktabini o'rgatgan desam ham bo'ladi. Aktrisa asabiy bo'lib qolishiga atrofdagilar sababchi bo'lgani haqida aytib o'tgan. Ba'zan asabiylashib, og'ir gapirib yuborishimni bilaman. Men ham onamning qornidan shunday tug'ilmaganman. O'zgarishimga odamlarning o'zi sababchi bo'lgan. Bozorda haqqimni talab qilib baqir-chaqir qilmasam, non topolmasligimni tushunganimdan keyin o'zgarganman. Bozor katta maydon, unda faqat kuchlilar non topadi. Ishlashni boshlaganimdan keyin oilamizning moliyaviy ahvoli ancha yaxshilandi. Ammo 6 yildan keyin onam ham yurak xuruji bilan kasalxonada vafot etgan. Onamdan 22 yoshimda yetim qolganman. O'ylab qarasam, bolaligimda pishir kuydurga qiziqadigan, uydan ko'chaga chiqishni istamaydigan qiz bo'lganman. Bir yiqilarkansiz, 2 yiqilarkansiz, keyin o'rningizdan turib harakat qilishga majbur bo'larkansiz.
Odamlarga xo'p bo'ladi deb tavoze qilsangiz yanchib o'tishib ketisharkan. Bolalikdan san'atga qiziqqan va oilasi ijoddan butunlay yiroq bo'lgan Halima Ibragimova 21 yoshida ushbu sohaga mehr qo'yadi. San'atkor bo'lishimda Shukrullo Isroilovning o'rni katta. Shu boisdan ham u insonni ustozim deb bilaman. Bir kuni to'yga borganmiz. Xizmatga Shukrullo aka kelgan. Qizlar bilan hazil-huzul qilib raqsga tushganman. Harakatlarimni ko'rishayotgan bo'lgan. Xullas to'yning egasiga qo'ng'iroq qilib meni raqamimni olgan. Konsertga chiqasanmi deganda qo'rqqanman. Ammo o'sha paytdagi ruhiy holatimda nimanidir o'zgarishini kerak dedi. Rozi bo'lganman. Eng qizig'i tomoshamiz barchaga manzur bo'lgan. Ana shundan keyin institutga hujjat topshirganman va drama aktyorligi bo'limida tahsil olganman. Aktrisa onasining og'ir betobligi sabab turmushga chiqa olmagan va bir marta sovchi kutgani haqida kulib aytib bergan. Yashirmayman, bir marta 22 yoshimda sovchi kelgan, ammo rad javobini berganman. Chunki u paytda turmushga chiqish haqida o'ylab ham ko'ra olmasdim. Onam og'ir kasal, singlim bilan navbatma-navbat uxlamay onamning oldida o'tirardik. Shu sabab oila qurish xayolimga ham kelmagan. Ota-onamning o'limidan keyin siqilib qolganman. Atrofimdagi insonlarning bari yigitlar edi. Chunki bolalikdan qizlar bilan chiqishmayman. Ular bilan diskotekalarga borardim. Sochlarimni ham ulardek kestirib yurardim. 28 yoshimda esa menga oila qurish taklifini berishdi. Avvaliga ustimdan kulyapti deb o'ylaganman. Aktrisa o'zidan 7 yosh kichik yigit bilan oila qurgan va to'ydan avval shartnomalar haqida aytib o'tgan. Turmush o'rtog'im katta opamning qo'shnisi bo'lgan. O'g'il to'yi qilamiz deb uyni ta'mirlayotganimizda pochcham hasharga olib kelgan. Avvaliga pochcham senga uylanmoqchi deganida ustimdan kulyapsizmi, hali yosh bola-ku deganman. Chunki u paytda men 28 yoshda, turmush o'rtog'im esa 21 yoshda bo'lgan. Keyin qaynonam sovchilikka kelgan. Baribir oila qurib farzandli bo'lishimiz kerak deyishganlaridan keyin oila qurganman. Halima eri bilan 10 yilga shartnoma tuzgan, puliga uylangan degan gap so'zlar mutlaqo asossiz. Bu insonni boshimga musibat tushganda ham sinaganman. Oilamda, oldimda do'stlarim qolmaganda u inson meni doimo qo'llab-quvvatlagan. 28 yoshimda o'zimni o'zgartirishim qiyin edi. Shu bois turmush o'rtog'imga borimcha qabul qila olasizmi deganman. Soxtalikni yomon ko'raman. Atrofdagilarning ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rina olmayman. Turmush o'rtog'imni sizlay olmaganman. Qaynonamga ham ertalab vaqtli tura olmasligimni avvaldan aytganman. Hatto qaynonam rahmatliga sizni oyijon deya olmayman deganim ham esimda. Turmush o'rtog'im og'ir bosiq fe'l-atvorimiz bir-biridan keskin farq qiladi. Men u insondan sabr qilishni o'rgandim. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa qizini asrab olgani haqidagi mish-mishlar tarqalgan edi. 2 farzandimni ham o'zim dunyoga keltirganman. Bunga faqat shukrona keltiraman. Ammo haqiqatdan ham qiz farzand asrab olmoqchi bo'lganman. Uzoqroq tanishimiz 5-farzandga homilador bo'lgan. Eri esa qandaydir jinoyat sabab qamalib qolgan. Ayol 5 ta bola bilan ijara uyda yashardi. Xullas u bolani kimgadir berib ishlash niyati borligini eshitib yordam qilmoqchi bo'lganman. Ayol ham erkak ham bolani berishga rozi bo'lgan. Bolani uyimga olib kelib unga alohida xona tayyorlaganman. Enaga yollaganman. Mehrim tushib qolgan, uni haqiqatdan o'z bolamdek qabul qilganman. Ammo hamma hujjatlar tayyor bo'lganida er-xotin aynib qolishgan. O'ylab qarasam ularning avvaldan bolani berish niyati bo'lmagan. Shunchaki biroz dam olmoqchi bo'lishgan. Aktrisa jinoiy javobgarlikka tortilgani, ozodlikdan mahrum etilgani va vafot etgani haqidagi xabarlar 2013-yili yashin tezligida tarqalgan. Aktrisa o'sha yili boshida qanday musibat tushganini aytib o'tgan edi. Oilaviy tadbirkorlik bilan ham shug'ullanamiz. Opa-singillarimizning faoliyati pul ayirboshlash bilan bog'liq bo'lgan. Xullar ular reydga tushib qolgan va hammasini tergovga olib ketishgan. Bu xabarni eshitganimda qo'rqib ketganman. Bolalarimni olib yashirinishga majbur bo'lganman. Men ota uyimda yashayman. Opalarim ham shu uyda ro'yxatda turishadi. Shu bois uyimizda tintuvlar bo'lgan. O'sha paytda kimning do'st ekanligini bilib olganmiz. Chunki ko'pchilik o'zidan itargan. Xuddiki biz bilan aloqa qilsa boshiga bir kulfat tushadigandek tutgan o'zini.
Eng yomoni, mening o'lganim haqidagi xabarni opa-singillarim eshitganda shok holatiga tushishgan. Oilamizda ayblanganlar bo'ldi, ammo men sudlanganim yo'q. Opa-singlim oilasi bag'riga qaytgunicha 11 ta bolaga qaraganman. Bolalarning qachon qaytishadi, ertaga kelishadimi degan savollari dilimni xun qilardi. Aktrisa ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilari bilan ko'p nizolarga borgan. Buning uchun bir necha marta jazolangan ham hattoki. Halima Ibragimova yetimlikda ulg'ayib, juda ko'p qiyinchiliklarni boshidan kechirgan. Intervyularda farzandlarini qabristonga ko'p olib borishi, o'lim haqligini his qilishi haqida ko'p bora aytib o'tgan. O'lim haq, har birimiz bir kuni bu dunyoni tark etamiz. Faqat Yaratgandan erta jonimni olma deb so'rayman. Qariganimda nabiralar boqishni, ularga mehr berishni istayman deganda marhuma so'nggi intervyusida. Bugun esa marhum aktrisa Halima Ibragimova oramizda yo'q, ammo uning xotirasi mangu muxlislar qalbida yashaydi.